Benzin sifati shubha uyg'otsa, qayerga murojaat qilish kerak? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, agar yonilg'i quyish shoxobchasida sotilgan avtobenzin sifatiga shubha tug'ilsa, iste'molchi chekni saqlagan holda va zarur hujjatlar bilan o'z energiya inspeksiyaga murojaat qilishi lozim. Mutaxassislar sifat tekshiruvi qanday tartibda amalga oshirilishini tushuntirdi. Ma'lum qilinishicha, avvalambor yonilg'i sotilgan ayoqishning to'liq nomi va manzili, shuningdek, mahsulot uchun to'lov qilinganini tasdiqlovchi chek saqlangan bo'lishi shart. Bu keyingi murojaatlarni rasmiylashtirish uchun asosiy dalil hisoblanadi. Agar avtotransport vositasi dvigatelidagi nosozlik aynan sifatsiz yonilg'i oqibatida kelib chiqqan deb hisoblansa, u holda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi tomonidan berilgan rasmiy xulosa talab etiladi. Muhim jihat, amaldagi qoidalarga ko'ra, avtotransport vositasining yonilg'i bakidan namuna olib, uning sifatini tahlil qilish ko'zda tutilmagan. Sifat tekshiruvi faqat shubha tug'ilgan ayoqishda saqlanayotgan neft mahsulotlaridan belgilangan standartlar asosida namuna olish orqali amalga oshiriladi va ushbu namuna kimyo nazorat laboratoriyalarida tahlil qilinadi. Shu bois shubha tug'ilgan holatlarda sifatsiz yonilg'ining iste'molchilarga tarqalishining oldini olish maqsadida fuqarolardan darhol o'z energiya inspeksiyaning ishonch telefoniga 71 kodi bilan 208 10 15 orqali murojaat qilish so'ralmoqda.